Hemen deyiş, iyice kızdık davası kılış. Gördün mü? Hoş, bunu mu kuyuturayla? Kim eken o Amerika'da Uygur'un müstakillik davasını kıygan? Akan Karagay'dan başka kim? Kim kıptı? Bir yerde müstakillik davası kılıman deyiş, iyice kızdık davası. Madem mustaqillik davasını qilish hech qizliq da'vatida, lekin Amerikada mustaqillik davani kim qilibdi? Men qildim, hech qanday odam qilmaganda men mustaqillik davani men qildim da'vatida. Men qildim deb turib, mustaqillik davani men qildim deb turib, mustaqillik da'vo qilgan odam hech qizliq da'vatida. Bu qanday degan gap? Bu tushunishsiz bo'lib qoldi. Bu gapni yaxshi tushuntirish kerak. Bu mustaqillik da'vo qilish Amerikaga qo'llamay, moslashmaydi demdi yoki Abdun rayonni asli keltirib kirish da'vosi demdi yo demokratiya, erkinlik deb da'vo qilyapti. Nimani da'vo qilayotganligini yaxshi atrofli tushuntirish kerak. Bu odam mustaqillik davoni qilgan odam men deb turib, mustaqillik davoni qilish hech qizliq deb tillayotdi. Bu gapni yaxshi o'ylanib, butun dunyoga internetda undaq so'zlamas kerak. Hozir internet chiqdi, butun dunyodagi har qanday odam butun dunyoga gapni so'zlab qo'ydi. O'zining obro'yi, qadr qimmati bo'lmay qoladi. Buni atrofga yaxshi o'ylanish kerak. İngilizce, Uygurca biladigan inglizlar var. Urumchiga berib 4 yil Uygurcha o'qib kelgan. İngilizlar anglasimi bu qandaq dashoning muallimi, qandaq professordir bu deb Uyg'urning obro'yiga qattiq ta'sir yetkazadi.